2024-yilda ishlab chiqarilgan tayyor Damas avtomobili 13 diskali balonlargacha bor, metan gaz balonlarigacha bor, sferalar tayyorlovka qilingan, holati zo'r, mashinani olib haydashga tayyor. Menimcha zavodskiy qora o'ynaladi. Balon holatlari ikkita oldi yaxshi, ikkita orqasi salmdorog'an, metan gaz balonlarigacha bor. Kraskasi mana shu kirlo bilan orqa bagajda pitno bor ekan. O'zingiz uchun ko'rib kelishingizga bo'lar ekan. Salon holatlari zo'r, denomlargacha bor, balla taqib qo'yilgan. Tinch holatda salon holatlari ham 95 000 km yurgan. Uzog'i 2 oyga yem bor ekan, undan yog'iga yo'q ekan geni. O'rib o'tirmaysizlar, mana bundoq pitno bor ekan. Keyin nari taraf kirlosi bor ekan, qo'yonchalar xudo xolis top-toza ekan. Olib haydashga tayyor. Bemalol o'zingiz uchun ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashina holati yomon emas. Laboylargacha but-butun holatda menimcha. Yaxshi holatda olib haydashga tayyor ekan, zazorlargacha cho'tki bo'lib turibdi. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun 6250 ga beramiz. Unga qolinglar, bosib boringlar.